tarazda tartıp hemen gelip 82,5 sentinden buğday çıktı da. Ministrimiz o şimdi akıl versi böyle telefon çalışıyor gibi Kırgızistan'da 82,5 sentine buğday alsa bulat eker. Bana eksperimental bir hektar yerde sibis olmasa paxta 1,5 so'm bilan. Dedik de. Bugün 20-25 so'mda. Bu Astana yerdagi azot miqdori ko'payib ketgan mezgilda tekshiruvchi apparat bular bizga Rossiya kompaniya podarka qilib berdi-da. Mikroskop bilan teginlemesini ko'rsatib beradi. Sostavda azot qancha bor, ko'pmi ozmi? Bor ekan, mumkinchilik bor. Jantim ishlayapti. Qo'yganim. İstik laboratoriyaga berdik, ana bu laboratoriyaga berdik, o'tirishadi, jey o'tirib. Şu. İyi, canlıdan geldi de iyi diyeceğim. Ama ötürüler rayonuna gelişip oruç partnerlerimiz. Bir seminerda görüşüp işte prezentasiya alıp kettik zalda. Bardı kuşun faydalananlar, ızıkkanlar gelip uğup görüşüp ketişti. Bu yakta negizgi partner uşundursa acaba bir geçtik. Biz bunun bir yıl nesi güçlü jaktı bizge. Doğul paxta urgandan keyin öldür canlı, tatlı canlı. Şu yerlerin paxtasını paxtalığında. Bunt. Biz özümüz Paxta zavodda. Paxta zavodda 5 yıldan beri özümüz bunt qilamiz. Özümüz paxtamiz. Mana bugungi ko'rib turgan paxtalarimiz. İçine aytish kerak. Oldingilarini o'zi keldik endi. 250 kilodan gektardan saldik. 250 kilogramdan 1 gektarga 1 gektar yer. Gumus ekan-da. Gumus. Texnologiya bu yerda 200-250 kilo agar solinsa gumus, go'ngda где-то 20-25 tonna kadar estivasman deb keladi. 40 bilan, 40 bilan. Shundan keladi. Hozirgi mezgilda bizga 250 kilogramı 20 tonna bilan shunday ekan. Başta 20-22 tonna berdi texnologiyasini yozganida. Bir yemeden qancha paxta bor deydi. Bir yemeden. Bir stolda. Bir stolda sredniy bizda hozir bu endi buni oldi deb to'g'ri. Bir stolda bizda 15 dan 18 ga sredniy bo'yicha. Endi 20-30 deydigan joylar bor. Endi mana bu bizni qo'lda bundan solinmasdan просто biz kontrolga qo'ygan zonalar. Bunda mevasi ozda. Sredniy qanchadan shunda? Sredniy biliyorsun qancha aylar? Bu yaxshilardan. Shu turadi. 1-2 oy turadi. Chinik. Ana u kelib hozirgi kunda $2,000 deb keldi bizga. Bu yoqqa zavodga klient. Fakat hozir 10 mashina yuk keldi. Boshqa firmalar. Biroq bir jumadan beri turadi, aqchasi yo'q. Aqcha tushirib chiqarmasa kerak. Biroq 2,000 dan deb 2,000 dan söylesherdi. $30 kim 2,000 edi. $1,970 edi. Keyin ham nalichka aqchasi yo'q ekan, bir juma tushiramiz degan 2,000 dan sotishdi. Biroq bir jumadan beri turadi, mashina chiqadi. Aqcha keladi. Bular Eronliklar. O'sha Eronliklar. Normal nimada qirmalyapti. Bultur 3.000'e çıktı öyle. Biz ahirgi mezgilda 3,000 ga sotildi, 2008'de 3,000 ga sotdi, bizga 3,300. Bu zavodga borgandagi o'sda o'sha 1.6-1.7 ga tushib ketadi deb aytadi. Agar 2,000 dan qirmalyapsa, o'sha qirmalyotgan ekan. Hozir уже birjadan ishni ko'tarildi. Birja o'zi ko'tarildi. Liverpool ko'tarildi. Biraz kıyımdadı. Shuni qilganlar. O daha ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Daha ko'tarilishi mumkin. Endi Turklar bizga ko'proq klient chiqdi-da. Endi may chiqadi, o'sha вторичный bo'ladi. Bu yerdan may kishini tiyin bo'ladi, kunjara kishini tiyin bo'ladi. O'shuning uchun o'sha вторичный обработка yaxshi olib keladi. Agarda may juvosga salmayli, chigitni o'zim satsanglarchi bahasini chiqarib qo'ysangiz. Hozir shu kunda 28 so'mdan chigitni senasini qo'yildi, biroq normalniy aqchaga oladigan klient yo'q. Kilogrammi 28 so'mdan. Ha, kilodan 28 so'mdan aravan ulbut olyapti deb paxta zavodi. Ular ham nasiya olyapti deb, u jazdan keyin erta javga berishadi. Ular olib may juvosga salib, may qilib chiqarib sizlarga beramiz deb o'tadi. Keyin qutlaymiz-da paxchasini. O'shandayda.
Biz endi bu yerdan o'zimiz volokna qilib sotgani uchun biz chigitni Astana Uranda sotamiz, muzayli 55 tonna satdik-da biz Uranda. Qolganini iloji yo'q, texnikni sotamiz. Moy qilib, kunjira qilib endi o'zimiz dehqonlarga beramiz. Bizda hozirgi kunda Urunchilik chorvamizda 57 shtat rasmiy ishlar ishlaydi. O'shundan hozir 106 gektar paxta bo'lsa, pashti biz apparatda 4 kishi bor. Doimiy buxgalter, agronom, ularni specialist, ular cho'g'ilib yurdik. Ulardan qolgan o'sha 53 odam pashti 1,5-2 gektardan yerga bo'lib o'shlar ishlashadi. Ularga biz bir yilda Bölüp beresizdер ошондой болот. Yerga bo'lib, eldan bir ishlaymiz-da. Kooperativ müçölöri. Urug' qaysidan? Urug'larimiz mana sertifikatlari, paxta urug'larimiz mana. Elita sorti Xitoydan degan. Biz aslında olayotganda обязательно sertifikat соответствиясini so'raymiz. Chunki ko'chalardan biriga o'rinlar bo'lib qoladi-da. Qanchadan Bular 270 so'mdan biz oldik. 270 ta. Biz oldik, sertifikati bor o'rinlar. Mana bu o'rinlar o'sha siz o'qib yurgan знаменитый asr davr urug'ini avtorlari Qirg'izistonga biz bo'lamiz. Biz marchnisini reproduksiyani olib chiqib, biz ekib super elita qilib mamlakatga sotdik 55 tonna. O'zbekistondan davrda sizlar olib chiqdingizlar. Biz olib chiqdik. Biz olib chiqib shu yerda pitomlarni biz o'zimiz ekdik-da bu yerda. Ekkanimizdan keyin Durusbek Mo'ldatovich kakarasi kelib qolgan mazgirda o'zimiz o'ldirdik ministerdan birgalikda. O'zimiz yeymiz, o'zimiz ko'ramiz deb, ana kombaynda o'zlari tozalab, o'zlari o'rib, o'zlari tampaga borib, tarozda tortib, ana kelib 82,5 sentnerdan buday chiqdi-da. Ministerimiz o'shanda aql bersa, biz telefon chalishinglar, mana Qirg'izistonda 82,5 sentner buday olsa bo'ladi ekan. Mana eksperimental. Biz mana shu sort yangi Shu davrdan, davr elitadan. Aytganim bundan chiqqanda, davr 72dan chiqqan. Bu qancha emengiz bor hozir? Qancha hozir shu kunda eka urug'dan bizda o'zi 90 tonna chiqdi, 92 tonna. Bundan endi bir 8 tonnacha sotdik hozir. Bilyonda datasi bo'lmay qolib, mana rossiyskiy urug'lar kelib, aslında rossiyskiy urug' sotyapmiz-da. Qanchadan sotyapsizlar? Bular 50 so'mdan 300 ga nasıl? Bunu qanchadan sotyapsiz? Bildi. Просто şu bir narsa to'g'ri emas bo'lyapti. Shunda Ketishmaydi. To'g'ri aytibsiz. Manalarda agar mumkinchilik bo'lsa, mana dorilardan aparib sepsin. Shuni men aniqlab fotosintez etsa bo'ladi. Bu fotosintez olinadi. Fotosintez hozirdan aytaman. Bu aslında yerdagi azot miqdori ko'payib ketgan mezgilda tekshiruvchi apparat bular bizga rossiya kompaniya podarka qilib berdi-da. Buni ular qarang 3 ta svetda yonadi. Mana как svetoforda. Hozir bizning polyalarimiz pastda mana желтыйdi. Уже yerda pH ko'payib ketgan. pH ko'payib ketgandan keyin уже yerda azotni juda ko'p. Biz hozir bular bilan ishlayapmiz. Ertaga bular Toshkentda bu rossiya kompaniya. Ertaga bizga kelishib 3-chi analizni olib ketishadi. Bular ikkita analiz olib berdi bizga erta jazdan keyin yer bo'yicha. Mana ular qarang, mana bu rossiya kompaniyani olib kelingan analizlari. Biz ishlagan bular bilan birga ishlayapmiz-da. Bu analizlari mana yerda o'qib ko'rsam, men ko'rsataman. Juda bir yaxshi bilan ishlaymiz bu yerda. Mana shu bizni normalarida bizda hozir chiqyapti, mana qarang. Biz tekshirganda 7.95, 0.31, gumus yerda 0.68. Fakt norma bizdan 1,5dan yuqori 5-6 qadar eng lучшlar bu rossiyskiy qaratib projellar. Bizni Qirg'izistonda yerlar biz hozir Qarasuv rayonidagi yerlar birdan yuqori bo'lish kerak-da. Gumustik. Mana qarang, bizda mana shu chiqdi. Şöyle uçtukta bizde gaz 7.95 ko'ryapti. Bizi polyaniki mesela 7.95 ko'rsatyapti. Faktiski norma 6,5. 7 ga doğru bo'lyapti-da. Oshqcha. Bu oshqcha bo'lyapti. Endi buni bilan buyursa chorniy jemchug bilan ishlasak, bular bilan hozir 5 yillik kontraktimizda 3 yildan keyin bu effektini normalni beradi.
biz başta biotexnologiyaga siz to'rt сөйлешib aytib o'tasiz, shu yerda aytib o'tasiz. Bunavi 5 yil ekan-da. Mana shuni pakini biz ezamizda, ezib shpritsa suvini chiqarib qo'yib, bu apparatga quyamiz. Bu apparatga quygandan keyin bu apparatga quyganimizdagi mana yerga tomchilatamiz, ezib turib buni. Mana ezib turib. Ana bu yerdan unga qarab ko'rsak, buning ichidan ko'rinadi. Mana bizdagi rezultatlar bu yerda faktlari bor. Nonni ko'rsatib beringizga. Hozir buni ezib qanday qilishimiz kerak? Men qarab turaman. Bizdeki birinci bo'lgan, unga ham yetmaganda bizda birinchi kelganda buni paxtalardan ezganimizda. Mana keyin kishini ko'tarildi. Mana cho'rni jimchuqni solgandan keyin yerda gumus kichini qimirlagandan ko'paygandan keyin solindida. Bu janağı mening mikroskopganda bunday. Mikroskop bilan tegin nimasi ko'rsatib beradi. Shuni ko'rsatadi. Sostavda azot qancha bor, ko'pmi ozmi? Bor ekan, mumkinchilik bor. Janob ishlayapti. Qo'yganim. Istik laboratoriyaga berdik, ana bu laboratoriyaga berdik, o'tirishadi. Bayaqda zalda shular o'tkazib-da. Biz to'liq hozir shuni ko'rsatib 21 gektar yerda 21-yili shu bioorganika bilan ishladik. Biz to'liq organikaga o'tmaganimiz majbur bo'ldik, yadahimikatlarni sepishga majbur bo'lib qoldik-da. O'shuning uchun shuni bizdagi bioorganikada bir 3 yil, 4 yilda o'tib ketadi. Yursa tuzaymiz. Nimagaki biz bu preparatlarni o'sha modellarni ishlatishimiz kerak emas, o'sha bioorganikada. Biz o'sha texarogramma, zolotoglaskalarni ishlasak, buyursa yaxshi bo'ladi. O'sha biotexnologiya siz aytgan texnologiya o'tib ketsak bo'ladi. Nasib qilsa rayonda Ruslanbo'da bir 10 gektar bir pilotni qilib ishla bersaymikin degan umidimiz. Lekin biz 120 paxtani barlig'ini ishlaymiz keng. Hatta bir 10 gektarini ko'rsataylik degan umidimiz. Bu devlerimizde ham urojayimiz yaxshi ko'rsata olasizlarmi shu? Shuni ko'rsatsak deyapmiz-da. Kecha seminarga borib qatnashdi bu ham, o'qitdi bordi. Shuni boshidan paxtani ekishdan boshlab, plyonkadan boshlab bular bilan ishlaymiz-da. Samim bularning yerda manavi bor. Ana o belый жемчуг bor. Biz keyin ishlatadigan preparatlar o'sha joy biz oladigan o'sha texarogramma, o'sha bizga zolotoglaskalar barlig'i bunanda o'lmaydi-da. Buna preparatda o'lmaydi. Bunday ular yashaydi. Buni tarkibida so'zda qand bor-da, shakar bor-da. O'lib qolmaydi. Bu yil o'sha stixiya bo'lgan joylarda ayvay foydasi tegdi-da shunda men. Hozir endi buni 580 gektar. Yaqinda kelib ular bizga yordam qilib olib kelib 60 tonna tushirish berdi, buni kampamizga turib. Bu yerda. Hozir belый жемчугimizga 15 tonnaga zapas bor. 60 tonna degan agar 200 kilodan bo'lganda ham 300 gektar yerda ishlasa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Daha endi ular sizdan sharbalar alsa bo'ladi ekan. Bu yoqdan olib ketsa bo'ladi. Alishdi-da, Alishdi hozir aslında bu aytmadi ular представители bu endi bulardan bilgan ishlarni analizlarini birga olib hammasini kompyuterga tushirib как раз paxtaga o'tasizmi? Paxtani qiynalib paxta ishlaydi, keyin aparib ko'rsatib beradi. Bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Qaysini bersa bo'ladi. Jana laboratoriya nimasini olgan, to'proqdan büyük qo'ygan olgan laboratoriyalar. Представитель bor ekan. Büyük chiqariqlar. Anan keyin ego olgan ustidan churqo'ga egerini olgan. Churqoq Budaydan hozir ekishdan oldin boshladik-da, mana bugun hozir ko'rib turasiz, bir oylik buday go'shti. Bu Xudoy buyursa chiqishi. Janağı kosuqning güzlüğüne qaraganda ekon aslında ayırması bo'ladi, mana ko'rinadi. Bu обеспечение 60 sentnerda. Bir kvadrat metrega biz hozir 1 gektarda 5 million ko'chat aydadingiz siz bundan? Bundan hozir 10 gektar aydadik. 5 million ko'chat qilsak gektarga. 1 kvadrat metrga 500 dan qilsak, to'liq ko'chatimiz 500 kvadrat, 1 kvadratda 500 stuk bo'lsa, chaylagandan keyin, kushinadan keyin. Это обеспечение 60 сантиметров. Sen оборотыңызda hozir 10 gektarga buğday var. Qolgani paxta. Qolgani bardigi paxta.
buğdaydan 60'tan alam deb atasiz. Olamiz. Buğdaydan mana hammasi yerda bu yerda buğday ubitga bunda so'zlar yuradi-da, mana bu. Mana bizi buğday. Bir endi senda qimmat bo'ldi. Xudobaydan barlar qimmat bo'ldi. Biroq bizi buğday 16 so'm 13 tenge pishdi 1 kilogram. Sebestaymiz. Sebestay 16 so'm oldu. Murdayga Barliq chiqim desep degani. Barliq chiqim mana shu qampaga girguncha 16 so'm 13 tenge. Murdaylik ishdan Xudobaydan zarar bo'ldi-da. Unda 13 so'm 33 tenge barga. Bir kishinin Xudobaydan qimmat bo'lgan narsa 3 so'm. 3 so'm qimmat. Endi urojaylik ko'p degida. Vegerde tushumdurlik ko'p bo'lsa, onda kirishi o'shancha bo'ladi. Sredniy 25 so'm buğday bo'lganda ham bugun 9 so'm. 9 so'm üstüne ko'rib o'tasiz. Har bir Normal. 9 so'm bu degani 60 sentner buğdaydan normal so'mga qoladi-da. Hayır, bu yıl buna Xudoy buyursa jo'joni video sanayapsizmi? O'sha 10 gektarni ko'ramiz qancha beradi. Paxtani eko'rdi kunten anda siz Ömeni Tomacan datkanı kıl Daniel'de sertifika alasiz. Vay. Anladın mı? Aylab gösterip, yürütüp dep har bir çoğulu biştegile giyin güzdanın eko öldürüp teng salıştırıp görüyoruz. Yakta 20 gektar жерде paxta ekadi. Hani bizden bilişiz. Anam ekonomik paketini kişini aytıp koyuz degende. Biz 13-yılı Olmat Agro Kooperatif Ürünçülük Çarvası'nın şu yeteşlerine koygandan keyin biz 3 milyon başta qarzidan men keldim ishga. Bugun mana 8 yil ishladik. 8 yilda fakt bilan hozir ko'rsataman. 8 millionlik ikinci karborni sotib oldik. 8 milyon. Yerga 1 milyon 8 milyon pomosh ko'rsatdik. Familiya hammasi bergan pomosh. Kreditden işleyiz. 5 milyon yakın kreditimiz var. Şimdi bu kreditle işlersek biz 100 hektar paxtani sebestogimiz şu kuyda 1 gektar yerde sebestogimiz 155 milyon. Şu kuyda paxta. 21. yılı elga 1 gektar yerga toza ishlagan mehnatiga 300 milyon akça berdi. Sredniy. Kimdir 304 ming, kimdir 200. Barda chiqimlardan kelgan. Paxtaning kilogrammi qanchadan aylanadi? Sibistr emas, o'sha olib chiqarganlar. Hozir paxtaning kilogrammi sredniy olib qaraganimizda где-то hozir 40 so'mda 45 so'mda atrofida bo'lib qolsa kerak. Urojay kishini tushib qolsa, tushib qoladi. Lekin urojay yaxshi beradigan bo'lsa, yaxshi beradigan bo'lsa, endi boring Muzaffardan temirdan bo'ladi urojay yaxshi bo'lsa. 40 so'mga aylansın. Kilogram 40 aylanganda hozir 85 milyon ketib o'tadi. 75. 75 milyon. 25 30 so'm deganda bo'ladi. 30 so'm endi 40 sentner paxta olgan odamga 120 ming hozir shu uyga aqcham darmoniga so'm bor. Endi dehqonlarimiz ham ko'p o'zini problemasini aytadi. Yo'q, endi biz ham dehqonmizda. Mana biz agronomimiz turib dehqon erta yozda chiqib to paxtani yig'ib kelguncha kerak bo'lsa 1 oy yumush qilyapti talada bir oy yumush qilyapti. 2 kun 3 kun bo'lib yana bir jumada bir kelib o'sha shu ham 1 oyga boryapti. 1 oy darmon ishlagan odamga zarfati hozir. 300 mingga boradi. 300 ming bir oy ishlamagan odam 300 mingdan aqcha oladi. Yıldan yilning foydasini o'zi ko'radi. To'g'rimi? Texnikalarning qaysinisi sizniki? Mana shu Krosni traktorlarimizdan ekol olganmizda Belaruslardan. Birovi mana bu yerda paxta teradigan mashinasi ikkinchisi turadi. Bu sadinit qilinib, Aqtosh ayol hukumatdan "El paxtamiz talada qolib ketdi" deb so'ranganidan bir paxta teradigan mashinani ularga berib turibmiz. Yordam qatori. Benzin olsin deb o'sha texnikani olib ketishdi Aqtosh ayol. Kechadan beri o'sha teratamiz degan so'z aytdik shuni. O'sha paxta zavodiga olib kelibdi. Mana bu endi sampol kombaynlarimiz 22 yil bo'ldi. Endi ekodan bir oqni eplab, bir ishlab o'rdik. Endi buyursa bir yangi kombayn olsak, yerga kishini buda ham ko'payib qoldi. Bizim mana zonalarda el budayga kam ekatda. Endi hozir Bishkekda yarmarkaga borganda ko'rsak 10 milliondan
o'ydaroq dedi hisochini. Endi 10 millionga kreditga olsak ichini hatta bir bizi bu zonalarda 200 gektar buğday bo'lib qolsa, ana ishni kredit paxta qilib ko'rsak. Bu yerda mana to'ra qo'porishni yangi tushirdik. Bu paxta bizda talada qolib ketmaydi degan bu garantiya. Ertaga yer muzlab qolganda, hozir endi yer yumshoqda. Muzlaganda buni traqlar, cho'ng traqlar izlatdi. Buni bilan da qilib kirgan paxtani stovini buni tozalab sidirib olib chiqib keladi mana. Ana sidirib olib chiqib ketadi. Sidirib bardan olib chiqib bu yoqqa to'kib turib, Sabahgana qoladi. Onu qora plyonkaga qo'yib kirgan. O'shini tozalaydigan texnologiya, stanok uni. Borib qaytishdi. Bu sig'ib turib o'sha Bu sig'ib berqatda to'klangan keyin biz bu yerdan uni chiqarib, axlatini tozalab chiqarib, toza paxtasini plashga tashlayapmiz. Bu nima ekanda, bu jimkanda bunday. Qanday? Boshda o'sha tozalaydi. Uni ko'p turgan o'sha paxta teradigan mashinamiz. Birovni axlatga berib komplet. Teruda daftarda. Bugun teryapti? Ha, teryapti. Hayrola degan algan ekan. Paxta ko'paygan mashina deydi. Nasha aparat tozalaydigan aparat nasha. O'ta tarafda zapchastlar O'zbekistondan olgan, O'zbekistonda serap. Biz 3 yil paxta terib yurdik. 2 yildan beri yerini so'rab, yer belgilar deb so'raganlarga yerga bergan uchun biz bu bilan 1 gektar yerda sebestоймоsi paxtani 1,5 so'm bilan terdikda. Bugungi kunda 20-25 so'mda 1,5 so'm bilan terdik. Zarplatasi boshqasini 3 so'mga aylandi-da. Biz asıl boring amortizatsiyani qo'shdik, zapchast qo'shdik, salarkani qo'shib 5 so'm. 5 so'mdan bu o'zini oqilgan aqcha topib kelib turibdi-da. Bugungi kunda endi kelasiga paxta ko'p bo'lsa, bir ko'proq paxtasi bor kartalar tuzilgan kishini kontrakt qilsa, qanchalik paxtani ko'lami ko'p bo'lsa, bu o'shanchalik foydali. Endi 22 so'm deb o'tamiz ana terish. 1 kilogram. 5 so'mga, bu chiqim bilan 5 so'mga aylanib o'tibdi. Zarplatasi qo'shgan. Mehozatimiz 180 tonna paxta terganda. Mehozatimiz. Bir sezonimizda biz bir sezonda. O'zingiz terdik. O'zimizga terdik, endi boshqalarning kichkina yerga tushadigan paxta qiladi-da. Bu 85% paxtani oladi. 85% paxtani olgandan keyin 6% yetib bilan yerga tushiradi. Keyin buni paxta o'zi shaxdada qolib qoladi-da. Ana bu ikkinchi uborkaga kirgizadi. Ikkinchi uborkada tozalab chiqadi qolganini. Ammo buni yerga tushgan paxtani biz tozalatib bilan tozalaymiz. Buni aparat bilan tozalaymiz. Ha. Uborka chiqib yerga tushgan paxta asfilga 400 kilo, 500 kiloga yetadi. 420 kilo tushadi bir gektarga. Buni tozalaymiz. Tozalab turib qo'yardik. Hali paxta o'zimizga buncha qo'yaramiz. Bu janob semi bilan kombayn bilan paxtani terganda bo'lib chig'im ko'p, antisolab deylar. Nimalar aytmoqchi? Yo'q. Qayra shu ishga yumshoq ko'ra kerak turganmiz yo'q. Qancha men qo'ldim kuchun yaqinda. Arzonda tushdi. Yo'q, значит, boshqalarda bunday emas yo'q-da. Yo'q. O'shanda bo'ladi-da. Rayon bo'yicha birlashildi var. 80-85%'ını tereddüt işte. Rayonda ikincisi de оборудование var kendi yaptı. Ошол жанагы кеткен эмен кайра бул тазалап чыгарып берип атпайбы аны да. Плюс бул кишини зарплатасынан подоходный средств кылабыз. Сосын нарсенин канча зарплата аласыз? Клиентимизге карап беребиз. Сдельный кылып канчадан айланып атат средний сдельный? 40 000, 35 000, 40 000. Hazır bizde 3 kolosni kultivatör minadigan mexanizatorlar abiat qilyapmiz-da. Bir kishi topilib Jalavatda bir bolani olib kelib ishlatdi. O'zi o'den bo'ldi. O'shuning zarplatasi 80 mingdan oshadi. Boshdan chiqmadimi mesela? Bu yerda bir suv ketgan shu vredniy, buni minmasin, amma degan so'z ko'pda, mana u o'denda o'g'il. Alın bana yemek Ziyan